Assalomu alaykum hammaga. Bugun men HTMLda 6 ta tagga sizlarga o'rgatib ketaman. Buning uchun biz oldin fayl ochib olishimiz kerak. Fayl nomi index.html. Index.html boshidagi index bo'lish shart emas, lekin oxirida .html bo'lmasa ishlamaydi. Biza kodni yozib ketishimizdan oldin undoni bosib enter bosishimiz kerak. Bizada shu narsa chiqadi. Biza body'ni o'rtasidan yozib ketishimiz kerak. Birinchi tag h1 tagi. h1 dan h6 gacha tag bor. Bularning hammasi sarlavha tagi. Masalan, hozirga men ishlatib ko'rsatib o'tib ketaman. Mana h1 yozib ko'ramiz. Mana, hozir biz buni ishlatib ko'ramiz h1 ni. Bizada ishladi. h1 ko'rayotgan bo'lsanglar, h1 sarlavhalarning ichida eng kattasi. Mana o'sha bu yoqqa kichkinalashib ketadi. h1 dan h6 gacha bor. Mana h2 h2 ni ham ishlatib ko'ramiz. Sizlar bilan hozir h6 gacha ishlatib ko'ramiz. Hozir mana hamma kodni yozib bo'ldik. Endi bularni ishlatib ko'ramiz. h1 dan h6 gacha. Ko'rib turganingizda mana birinchisi h1 bu. h1 katta deysizlar. Eng kattasi h1 sarlavha tagida bular. Undan sal kichkinarog'i mana h2, h3, h4, h5, h6. Bu ishlatib ko'rganmiz. Dokument ekan. Buni biz ismini o'zgartirsak bo'ladi. Mana bu title degan joyda. Masalan, hozir title degan joyiga yozib qo'ysa bo'ladi. KY Coder. Mana endi buni ishlatib ko'ramiz. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, mana bu yerda boya boshqacha edi. Biz buni ismini o'zgartirdik. Shunaqa qilsa bo'ladi. Sizlar bilan o'rganib ketamiz buni. Endi keyin o'tadigan taglarimiz. Keyingi tag P tagi. P bunaqa yoziladi. P paragraf tagi bo'ladi. Hozirlarga mana yozib ko'rsataman. Matn, ya'ni matn tagi. Masalan, olma, banan, ilu, mandarin. Yozib ketaversa bo'ladi P tagida. P tagiga qancha xohlasanglar shuncha yozsanglar bo'ladi. P tagi cheksiz. Paragraf, matn tagi. Endi biz o'tamiz yana yangi taglarga. B tagi. Mana ko'rib turibsizlar, B tagi mana shunaqa ishlatiladi. B tagi ko'rib turganingizda tekstni qalinroq beradi. B tagi.
B tegini ikkinchisi ham bor. Yangisi bor, eskisi bor. Mana. Strong. Ko'rib turganingizdek. Ishlatib ko'ramiz endi. Internetda. Bo'ldi mana. Ishladi. Mana birinchisi, bu ikkinchisi. Ikkalasi ham bir xil. Farqi yangi eskiligida. Lekin ikkalasi ham bitta vazifani bajaradi. Keyingi tegimiz I bilan M. Hozir masalan ishlatib ko'rsataman I. Mana I tegi bo'ladi. Buni ishlatib ko'rsak, mana. Ko'rayotgan bo'lsanglar, I tegi matnni sal qiyshroq, tekstni sal qiyshroq qilyapti. Keyin mana shu qiyshuvda tekstni qiyshaytirib beryapti. I tegi ham B bilan strong tegiga o'xshaydi. Buni ham yangi eskisi bor. Mana, buni ikkinchisi. Mana, xuddi shu narsa. Ikkalasining ham vazifasi bir xil. Lekin bittasi yangi, bittasi eski. Farqi shu. Keyin o'tadigan tegimiz U tegi. Ko'rayotganingizdek, mana tekstni tegiga chizib beradi. U tegi. Bugungi darsimiz shu yergacha edi. Obuna bo'lishni unutmanglar. Kimdirga foydali bo'lgan bo'lsa, o'tgan darsimiz, men xursandman.